Mani eng katta qo'rquvim noto'g'ri odamga turmushga chiqish edi. O'shuning uchun ham turmushga chiqishdan oldin o'zimga juda ham ko'p savol berganman. Birinchisi, agarda o'zimni o'g'lim xuddi turmush o'rtog'imdek bo'lsa, yurish, turishi, kiyinishi, xarakteri hammasi turmush o'rtog'imdek bo'lsa, o'g'limdan g'ururlangan bo'larmidim? Men bu savolga albatta deb javob berdim. Tushunishinglar uchun Timur ota-onasini qo'lida olib yuradi. Ikkinchi savol, agarda turmush o'rtog'ingizni xarakteri umuman o'zgarmasligini, hayotini oxirigacha bugun qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa bo'lib qolishini bilganingizda, baribir turmushga chiqaman deb qaror qilgan bo'larmidingiz? Chunki ko'pincha holatlarda qizlar yo'q, men uni o'zgartira olaman, u hali yaxshiroq bo'ladi degan umidlar bilan turmushga chiqishadi va bu juda ham noto'g'ri deb hisoblayman. Uchinchi savol, Xudo ko'rsatmasin sizga nimada bo'lib qoladigan bo'lsa, turmush o'rtog'ingizga, bolalaringizni ishonib qoldira olgan bo'larmidingiz? Ularga yaxshi tarbiya berib, ularni kiyintirib va ovqatlantirishiga ko'zingiz yetadimi? Chunki bolalaringizni o'zingizni eng yaqin bo'lgan insoningizga, turmush o'rtog'ingizga ishonib qoldira olmasangiz, butun umr o'zingizni yolg'iz onadek his qilib o'tib ketasiz. Bu videoni o'zingizni yaqinda turmushga chiqaman deb yurgan dugonangizga jo'natib qo'yish va menga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Love you. Bye bye.